2027 yilgi Kia Camper Van zamonaviy sayohatni butunlay yangi bosqichga olib chiqishni maqsad qilgan innovatsion konsepsiyalardan biri sifatida katta qiziqish uyg'otmoqda. Kia o'zining PBV Platform Beyond Vehicle strategiyasi doirasida kelajakdagi elektr vanlarni yanada moslashuvchan va ko'p maqsadli qilishni rejalashtirmoqda. 2027 yilga mo'ljallangan Camper Van modeli uzoq safarlar, oilaviy dam olish, tabiat qo'ynida yashash va mobil ofis sifatida foydalanish imkoniyatlarini birlashtirishi bilan ajralib turadi. Hozircha ishlab chiqaruvchi barcha texnik ma'lumotlarni rasman e'lon qilmagan bo'lsa-da, kompaniyaning 2027 yilda yangi PBV platformalarni kengaytirish rejasi Camper Van turidagi modellarga ham katta umid uyg'otmoqda. Tashqi ko'rinishida futuristik LED faralar, yopiq old panjara, aerodinamik kuzov, katta panoramali old oyna va zamonaviy alyuminiy disklar avtomobilga premium ko'rinish beradi. Baland tom konstruksiyasi ichki makonni yanada kengroq qiladi. Katta yon eshiklar esa kirish va chiqishni qulaylashtiradi. Elektr eshiklar va yukxona qopqog'i kundalik foydalanishda katta qulaylik yaratadi. Salon esa haqiqiy mobil uy sifatida ishlab chiqilgan. Yumshoq premium o'rindiqlar, aylanuvchi old o'rindiqlar, buklanadigan stol, transformatsiyalanuvchi divan va 2 kishilik yotoq uzoq sayohatlarda maksimal qulaylikni ta'minlaydi. Ichki qismda ko'plab saqlash javonlari, kiyim shkaflari, USB Type-C portlari, 220 va elektr rozetkalari hamda simsiz smartfon quvvatlash tizimi mavjud bo'lishi kutilmoqda. Multimedia tizimi katta sensorli ekran, raqamli instrument panel, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, ovozli boshqaruv, ota dasturiy yangilanishlari hamda zamonaviy navigatsiya tizimi bilan jihozlanishi kutilmoqda. Wi-Fi ulanishi va aqlli mobil ilova orqali avtomobilning ko'plab funksiyalarini masofadan boshqarish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. Texnik jihatdan ushbu Camper Van Kianing elektr PBV platformasiga asoslanishi kutilmoqda. Katta sigimli litiy-ion batareya, tezkor quvvatlash, energiyani qayta tiklash tizimi va uzoq masofaga mo'ljallangan elektr yurish zaxirasi uni sayohatlar uchun juda mos qiladi. Shuningdek, Vehicle V2 funksiyasi orqali tashqi elektr jihozlarni quvvatlantirish imkoniyati ham kutilmoqda. Camper Van ichida kichik oshxona moduli, mini muzlatgich, induksion plita, suv baki, yuvinish rakovinasi va ovqat tayyorlash uchun yetarli ish maydoni bo'lishi mumkin. Ayrim konfiguratsiyalarda dush tizimi, portativ hojatxona va qo'shimcha quyosh panellari ham taklif etilishi kutilmoqda. Bunday imkoniyatlar uzoq muddatli kemping safarlarida avtomobilni haqiqiy mobil uyga aylantiradi. Xavfsizlik tizimlari ham zamonaviy darajada bo'lishi kutilmoqda. Adaptiv kruz nazorati, avtomatik favqulodda tormozlash, bolakni ushlab turish assistenti, 360 darajali kamera, kor nuqta monitoringi, orqaga harakatlanishda to'qnashuvning oldini olish tizimi va ko'plab haydovchi yordamchilari haydashni yanada xavfsiz qiladi. Osma tizimi uzoq safarlar uchun yumshoq sozlangan bo'lib, elektr dvigatelning jim ishlashi salon ichida yuqori darajadagi qulaylik yaratadi. Keng oynalar va panoramali tom tabiat manzaralaridan zavqlanish imkonini beradi. Issiqlik va sovutish tizimlari barcha fasllarda qulay muhitni saqlab turishga yordam beradi. 2027 Kia Camper Van zamonaviy texnologiyalar, ekologik toza elektr harakat tizimi, keng ichki makon va ko'p funksiyali dizayni bilan kelajak sayohatlarning yangi standartini belgilashi mumkin. Rasmiy ishlab chiqarish versiyasining barcha texnik ko'rsatkichlari hali e'lon qilinmagan bo'lsa-da, Kianing PBV strategiyasi va yengil Camper variantlarini kengaytirish rejalari ushbu yo'nalishning jiddiy rivojlanayotganini ko'rsatmoqda. Shu sababli sayohat, kemping va innovatsion transport vositalarini sevuvchilar uchun 2027 Kia Camper Van eng qiziqarli yangi modellardan biri bo'lishi kutilmoqda.